Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bizda qor. Sizlarda qanday yog'yapti? Hozir Surxondaryo viloyati Boysun tumani Sariyosiyo qishlog'idagi qor. Mana bu katta Toshkent Termiz yo'li. Qorda ajoyibligini odam mazza qiladi. Toza havosidan, qorda o'zini zavqi bor-ku. Qish ziynati deydimi? O'sha qish ziynati albattaki juda ham yaxshi bo'lyapti bugun. Hamma tabriklasam bo'ladi. Ana o klipda bor-ku. Ana qor, mana qor, ana ekan qor, hana qor deydi-ku. Shunday bo'lyapti. Ahli O'zbekiston. Qor 5-qormi, 4-qormi? Bizga rizq nasib olib kelaversin. Mana shu sababchi bo'lsin-da, o'zi rizq nasibini Alloh taolo beradi-yu. Sababchisi baribir o'sha qor, o'sha yomg'ir, o'sha do'l hamma narsaning o'zining vazifasi bor. Yaxshi kunni, yaxshi kayfiyatda o'tkazing, birodarlar.